Bugun sizlarga syomka balig'ini o'zim uslubimda tuzlashni o'rgataman. Bu retsept meni shaxsiy kolleksiyamdan, shuning uchun bu videoni albatta saqlab qo'ying. Birinchi navbatda bizga sifatli syomka balig'i kerak bo'ladi va eng sifatlisi men uchun faqat Erenmark do'konida. Chunki bu yerga har hafta 8-9 tonna syomka balig'i Norvegiyadan muzlatilmagan holda keladi. Sifati juda baland. Bundan svejisi faqat okeanda. Tuz bilan shakarni bir xil miqdorda idishga solib aralashtiramiz va bizga 3 xil sitrus kerak bo'ladi. Apelsin, greypfrut va laym. Uchalasini ham sitrusini qirg'ichdan chiqarib olamiz va tuzli massamiz bilan yaxshilab massaj qilamiz. Shunda tuz bilan shakar sidrani hamma mazasini o'ziga tortib oladi. Endi alohida idishga balig'imizni solib, uni tayyorlagan tuzimiz bilan butunlay qoplaymiz. Ustidan strich yopib, baliqni qalinligiga qarab 6 soatdan 12 soatgacha muzlatgichga yuboramiz. Tuz bilan shakar baliqning suvini tortib oladi. Bu degani uning ichida mikroblar ko'payadigan muhit qolmaydi va albatta sitruslarning mazasi baliq ichiga kiradi. Baliqni muzli suvda chayib, yaxshilab quritamiz. Yupqa qilib kesib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Bunaqa baliqni muzlatgichda 6 sutkagacha saqlasangiz bo'ladi. Ortib qolgan tuzlamani yeb qo'ymang faqat. Xohishga ko'ra ponzu soya sousi va kunjut yog'idan tayyorlangan zapravkani qo'shsangiz ham bo'ladi. U baliq bilan juda yaxshi chiqishadi. Ikkala ingredient ham Erenmark do'konida bor. Baliqni xohlasangiz o'zini muzli gazak holida yoki sendvichlarning ichiga solib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Masalan, kruassan bilan. Kruassanlarni bo'lsa qatdan xarid qilishni bilasiz. Retsept yoqqan bo'lsa, bitta like sizdan. Shu retsept bo'yicha syomkani tuzlab ko'ring va o'zingiz baho bering.